Shimoliy Koreya yadroviy dasturini kengaytirmoqda. Eronning asosiy maqsadi nima? Qatar Eronga qarshi harbiy operatsiyalarda ishtirok etdimi? Bularning barchasini video davomida to'liq yoritib beramiz. Eng muhim va qiziqarli yangiliklar video davomida. Urushni biz boshlamadik. AQSh va Isroil rahbarlari urushning maqsadlari va istiqbollari haqida nima demoqda? Aziz do'stlar, quyida shu haqda videoga like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Xalqaro atom energiyasi agentligi Magati rahbari Rafael Grossi Shimoliy Koreya yadroviy dasturi bo'yicha yangi xavotirli ma'lumotlarni oshkor qildi. Uning aytishicha, Shimoliy Koreya Yonbyon va Konsondagi uran boyitish inshootlarini faol holda ishlatishda davom etmoqda. Bu haqda Yonhap yozdi. Vena shahrida Magati boshqaruvchilar kengashi yig'ilishida so'zlagan Grossi Yonbyondagi 5 megavatli reaktor 7-nurlantirish siklida ishlayotgan bo'lishi mumkinligini bildirgan. Shuningdek, radiokimyo laboratoriyasi 2025-yil yanvardan sentyabrgacha faol bo'lgan va 6-siklda foydalanilgan yoqilg'i qayta ishlangani taxmin qilinmoqda. Tasnim xabariga ko'ra, Eron taktikasidagi maqsad Isroil va AQShning raketaga qarshi zaxiralarini kamaytirish. Taktika bir necha bosqichdan iborat. Avval bir necha boshli suyuq yoqilg'ili raketalar ishlatiladi va zarba nuqtalari ko'payadi. Bu esa havo hujumidan mudofaa tizimlariga yukni oshiradi. Keyin qattiq yoqilg'ili raketalar ishga tushiriladi. Ular tezroq tayyorlanadi va uchish xususiyatlari yaxshiroq. Ularni to'sish qiyinroq bo'ladi va charchagan hamda bosim ostidan yuklangan PVO ko'proq zarbani muvaffaqiyatli yetkazish imkonini beradi. Tasnim ta'kidlashicha, asosiy vazifa faqat hujumlar sonini oshirish emas, balki bosqichma-bosqich mudofaa imkoniyatlarini kamaytirish va raqibning javob reaksiyasidan nomutanosiblik yaratish. Qayd etish joiz, bir qator arab davlatlari allaqachon o'z raketaga qarshi zaxiralari darajasidan xavotir bildirgan. Qatar Tashqi ishlar vazirligi Eronga qarshi harbiy operatsiyalarda ishtirok etganini rad etdi. Qatar Tashqi ishlar vazirligi vakili Majid Al-Ansari bu haqda o'zining ijtimoiy tarmoq sahifasida yozgan. Qatar davlati Eronga qarshi urushda qatnashmayapti, balki o'zini himoya qilishning qonuniy huquqidan foydalanmoqda va Eronning mamlakatga qarshi tajovuzini to'xtatmoqda deb yozgan u. Ansari shuningdek faqat Qatar hukumat idoralarining rasmiy bayonotlariga ishonishga chaqirdi. AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushi shanba kuni boshlangandi. Shu vaqtgacha Donald Trampning ilk soatlardagi murojaati ushbu harbiy amaliyotning maqsadlari va istiqbollari bo'yicha asosiy bayonot bo'lib qolayotgandi. Dushanba kuniga kelib AQSh rahbariyatining bir necha vakillari, shuningdek, Isroil bosh vaziri Netanyahu matbuot anjumanlari o'tkazdi, intervyular berdi. Jurnalistlarning savollariga javob qaytardi. Quyida ular urushning keyingi rivoji va uning maqsadlari, shuningdek, urush nega aynan hozir boshlangani yuzasidan nimalar degani haqida. Urush qancha davom etadi? Dushanba kuni Donald Trump jurnalistlarga Erondagi urush 4-5 hafta davom etishini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh avvaliga Eron harbiy rahbariyatini yo'q qilishning o'ziga 4 hafta ketishini mo'ljallagandi. Ammo biz grafikdan o'zib ketdik, dedi Trump. Shu bilan birga u AQSh zarurat tug'ilsa, bundan ham uzoqroq vaqt jang qilishga tayyorligini qo'shimcha qilgan. AQSh davlat kotibi Marco Rubio esa urushning davomiyligi bo'yicha prognoz berishga shoshilmadi. Bizda maqsadlar bor. Bu maqsadlarga erishish uchun qancha vaqt talab etilsa, buni shuncha vaqt davom ettiramiz, dedi u. U taktik harakatlar bo'yicha tafsilotlarni ochiqlamoqchi emasligi. Ammo Amerika harbiylarining eng og'ir zarbalari hali oldinda ekanini ta'kidlagan. Keyingi bosqich Eron uchun hozirgidan ham og'irroq bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Rubio. Trump ham CNN uchun bergan intervyusida shu ma'noda gapirgan. Biz hali ularga jiddiy zarba berishni boshlaganimiz ham yo'q. Katta to'lqin hali boshlangani yo'q. Katta to'lqin kelmoqda, dedi u. AQSh mudofaa vaziri Pete Hegseth esa Erondagi urush abadiy davom etmasligini va'da qilgan. U ham Rubio kabi prognoz berishni xohlamagan.